Çek. Ne ekan bu ta? Assalomu alaykum. Jon aka, nimalar bilan bandsiz? Charchamaysiz. Bu fasad ichida nima bor ekan? Nimalar qilingan shu paytgacha? Bu qishda ushaydimi, ushamaymi, sovuqmi? Misol uchun uy olganda nima deydi? Uy ichida ana u zax deydimi? Zax narsalar chiqib qoladi, o'sha narsalar bo'lmaydimi degan shubha bor-da. Shunga mutaxassislar bormi tushuntirib beradigan? Assalomu alaykum. Hammaga yaxshimisizlar? Tak, fasadni berishdan oldin geodezist nima qiladi? Geodezistga отметка bor. Birinchi o'chirda misol uchun ranglar almashish bo'ladi-ku, gorizontalniy rang bo'ladi. Misol uchun birinchi etajimiz qora bo'lsa, tepasi oq bo'ladi. O'shani ajratib beradigan gorizontal liniya bo'ladi. Misol uchun o'shani отметкасini beramiz, polniy obyektni aylantirib bitta liniya va vertikalni beramiz. Misol uchun mana qalamda chizilgan bo'lsa, o'sha chizilgan vertikalni to'g'ri oxirgacha etajga urib beramiz. Har bir liniyani tekshirib chiqadi. Har bir geodezist mana shu liniyani berib chiqaradi. Bo'ldi, shu bilan fasad ishlari boshlanadi. Bu yog'iga mutaxassislarni tushuntiradi. Assalomu alaykum. Mening ismim Shohruh. Men Energy Zamon obyektida ishlayman va bugungacha sizlarni fasadda nima ishlar bo'lgani bilan tanishtirib o'taman. Hozirda bizada tugatilgan, yakunlangan ishlardan krashtey montaji. Ya'ni biz krashtey montaj qilishdan oldin orqasiga, orqa qismiga prokladka qo'yamiz. Bu prokladka antikorroziya yo'lini ham, vazifasini ham to'g'ri bajaradi. Ya'ni mana orqasiga o'zini ordinarniy bittaligiga kichkinaga bitta ordinarniy, двойной prokladka qo'yiladi. Biza krashten o'zi 3 ta etapdan iborat bo'ladi. Mana birinchi prokladka. Prokladkadan keyin krashtenimizni qo'yib, unga 100 ankerda buni qotiramiz. Montaj juda ham mustahkam. Biza ankerlarni laboratoriyadan o'tkazamiz. Bu uzilish necha tonnagacha ves ko'tarishi va necha tonnada bu uzilib sinishini tekshiramiz. Bizada hozirgacha bu chiqqan natija 2 tonnadan yuqori. Qotirganimizdan keyingi etap bu уже bazaltli vatani montaji hisoblanadi. Tushuntirib o'taman. 120 ga 60 bo'ladi 1000 vata. Bu beton joyiga biza 80 mm vata ishlatamiz. Standartda o'zi 120 ga 60 vataga 5 ta qo'ziqorin va jubl mixlari ishlatilinishi kerak. Mana ko'rsatib o'tamiz. 120 ga 60 bo'lgan implitada 5 ta qo'ziqorin va 5 ta jubl mix. Buni montaji bu issiq sovuq uyni ichini xullas termizdagi ushab beradi. Yozda sovutganingizdan keyin konditsionerda sovuq turadi, qishda isitganingizda issiq turaveradi. Tashqi muhit ichkariga влиять qilmaydi. Endi har bir etapda biz texnadzorlarni chaqiramiz. Har bitta narsani texnadzorlar o'shani o'zini standarti bo'yicha ko'rib tekshirib olishadi va bizga keyingi etapga ruxsat beradi. Ya'ni hozir bu etapgacha bo'lgan ishda men texnadzorni chaqirib, birinchi krashtenlarni tekshirtirib, qotirmasini, krashtenlarni, o'sha prokladka bormi, yo'qmi, hammasi razmer bo'yicha turibdimi, proyektda hamma narsani detallar razmeri beriladi. Qanaqa krashten, nechta ankerga urish kerak, orqasida nima bo'lishi kerak, hamma narsasi etapma-etap yozilgan bo'ladi va xuddi shunaqa proyekt bo'yicha hamma narsa montaj qilingan bo'lsa, bizga ruxsat beradi va biz keyingi etapga o'tib ish boshlaymiz. Mutaxassisimiz Rasulov Alisher aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizga ko'rib bersangiz, hozir biz dastlabki ishlarni davom ettirish uchun siz ruxsatingizni olishimiz kerak aka. Siz ko'rib hammasi loyiha bo'yicha ketayotgan bo'lsa, biz bu yoqqa уже keyingi bosqichga o'tamiz. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bu texnik nazorati Instagram, YouTube, Facebook hamma tarmoqlardan kuzatildi. O'zbekcha, inglizcha variantlari bor, boshqa tillarda ham. Lekin sof o'zbekcha qurilish temasi bo'yicha hech qanaqa ma'lumot topa olmadik. Shuning uchun alohida kontent yuritmoqchi biz. SG Construction Pro Energy va BA Group bilan birgalikda O'zbekistonda sof o'zbek tilida texnik nazorati ishlarini olib boramiz. Ana ketdik. Birinchi biz tekshiradigan narsamiz stроительный materiallarni qonuniy sertifikatlar taqdim etilgan texnik nazoratchiga.
biza ko'rib tanishib chiqildi. Qachon chiqqan, qaysi ishlab chiqaruvchi tarafdan sroklar qanaqa, hammasi ko'rib chiqildi. Bu yerda termoprokratkalar qo'yilishi shart. Yo'q, endi o'zbekcha kondisioner yurmoqchisiz. Nima bo'ladi Alisher aka? Termoproklatka nima deyiladi o'zbekchasiga? Rezina yurishchi. Bu informatsiyani hozir yozib ketamiz. Обязательно doğru. Bu albatta bu informatsiyani yozib ketamiz. Palovkani teshiklari qonli yamalib chiqilishi kerak. To'liq devorni pena bilan yoki bo'lmasa kafinli kley bilan yamalishi shart. Devorni kirgan chiqqan joylari, shlifovka qiladigan joylari ko'rilishi kerak bo'ladi, lekin bu devorimizda hammasi to'liq pudratchi tarafidan to'liq nazoratga olingan, kamchiliklar bartaraf etilgan. Alisher aka qarang, min plitamizda o'zi standarti bo'yicha bitta min plitaga 60 ga 120 min plitada 5 ta qo'ziqorin va dubl mix ishlatilishi kerak. Proyektdan qochmagan holda bizada hammasi proyektdagi mana bitta 120 loyiha bo'yicha 120 ga 60 min vattamizda 5 ta dubl mix qo'ziqorin ishlatilgan. Ankerni ham tekshirib o'tdik. Yaqinda bizaga anker haqida hamma ma'lumotlar yetib kelinadi. Bitta ankerimiz 2 tonna 400, 2 tonna 200 minimalni yuk ko'tarishga mo'ljallangan. Issiq, sovuq o'tkazmaydigan mineralniy plitalar, vatalar ishlatiladi. Buni tekshirib olishimiz shart. Misol uchun ana 8 sm qalinligi. Bu birinchi sloy. Sloy o'zbekchasi nima bo'ladi? Birinchi qatlam. Normativ bo'yicha o'sha 5 ta urilish kerak. Bunda e'tibor qilishimiz kerak. Gazoblok bilan beton devorlarga e'tibor qilishimiz kerak. Beton devor o'tkazuvchanligi 2 xil. Boya aytib o'tganimdek, anker mixlarni hammasini laboratoriyadan mutaxassis bilan tekshirganmiz. Bu ankerni qancha tonnada, qancha davleniyada uzilishini ko'rsatib berganmiz. Mana fasad 26.05, 25, 26-da mayda kelganda biza bu yoqda 4 ta, bu yoqda 4 ta, ya'ni общий umuman aytganda 8 ta ankerni har xil joyga qotirib, uni uzilish kuchini ko'rganmiz. Minimum bizada 2 tonna 114 kilogramm. Bitta anker 2 tonna yuk ko'taradi. Hurmatli obunachilar, hurmatli kuzatuvchilar. Yana ham ishonch hosil qilish uchun texnik nazoratchi borib tekshirgan paytda ishlatiladigan mahsulotlarni laboratoriya sertifikatini taqdim qilishni so'raladi pudratchi tomonidan. Mana taqdim qilingan, laboratoriya kelingan, hamma ishlar o'z vaqtida bajarilgan. Mana ko'rsangiz bo'ladi. 25.43, 25.82 kilotonna. Bitta anker 1 tonna 2 tonna yuk ko'taradi. Bu ajoyib.